Hurmatli ipak xodimi, shunda mashinani shu kichkina bola boshqarib keldimi hozir? Center avtomobilni? Boshqarib kelibdi og'am. Mumkinmi shu avtotransport avariya bo'lib ketdi. Niçin başkarıyorsunuz? Kim verdi sizge? Atanız verdi mi? Dedeniz? Kaç çıkılasınız? 6 çıkılasınız mı? Atanız başkarıyorsunuz. Maşında... Kim balası bu? Ne atılma? Suza siva kontrolörden alıp gidiyorum. Kimning? Ata-oğlanın balasiga elektrik. Hurmatli ipak xodimi, shunda mashinani shu kichkina bola boshqarib keldimi hozir? Center avtomobilni? Boshqarib kelibdi og'am. Mumkinmi shu avtotransport avariya bo'lib ketdi. Akasini azamatida akasini nomeri bor. Kilitni bering. Yok verme. Evakuator chaqiring. Yok birinchi gapirasiz. Urgan necha nomeri? Niçin boshqarasiz? Kim berdi sizga? Atangiz berdimi? Dadangiz? Kim ko'rmas ekanini bilasizku. Oyaga yetgandan keyin haydachilik guvohnomasini olgandan keyin boshqarasiz. Tegishtiribdi, ma'muriy bayonnoma tuziladi. Chaqir. Ha, gaplashib berasizmi? Mana. Center katta bolalarni mashinani kichkina bolalar boshqarib boshladimi shunda? Gelsene ne desin? Shundaymi? Gelaver. Katta bolalar mashinani kichkina bolalar haydab ko'rgan-ku, to'g'rimi? Bo'ldi endi katta bolalar haydab trenddan tushirdi endi buni. Kichkina bolalar haydaydi endi. Qayerga yubordi sizni? Az gelelim. Ha? Aytan az gelelim. İkinci kısım bo'lgan. Ma'muriy bayonnoma tuzildi. Boshqarish bo'lgan shaxsga boshqarish topshirgani uchun. Topshirgan uchun? Topshirgani uchun. Men topshiribman. Sizin bolam? Havo. Kim berdi? Siz bermadingiz? Bergan gördingizmi yo bermaymiz? Siz bergan bo'lib hisoblanasiz. Balans bo'lsa javob Mashin mayda deganda, o men bir yo qo'limdan mayda deymiz ku. Balaqın. Ha bala bu. Tiltini olib qo'ysangiz, bergatib bermasangiz hayday olmaydi. Pul uyda 2-3 pul turib. Shu bo'yicha ma'muriy bayonnoma tuzildi. Yaxshi, bergan demang, u bergan demang. Modda bo'yicha. Ha bo'ldi, mashin ne deganligi bo'yicha. Boshqa qarang, mana bir ogohlantirsa bo'lmaymi? Podpis qo'yib bering. Podpis Atasini chaqirib ogohlantirib bo'lmaymi birinchi marta? Ha bo'ldi. Atasi geldi. Bo'ldi, atasi yanına o'tiring, balani mindiring. Ogohlantirib bo'lmaymi? Ya, ogohlantirib, qalay ogohlantiradi? Yo'q, misol deyman-da, bir musulmon. Oldu yaxshi.